Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan o'sha Razgorbek va Hadicha. Do'stlar, bugun birinchi videomiz Brookhaven'da. Videoni boshlashimizdan oldin kanalga obuna bo'lib va like bosishni unutmang. Ketdik. Unda ketdik, Hadicha, yur. Ketdik, biza uy olishimiz kerak. Assalomu alaykum. Mana shu uyni sotasizmi? Siz egasisiz? Ha, men bu uyni egasiman. Bu uy $20,000 turadi. Aha, $20,000 ga. Sizga unchalik ishonmayapman. Mayli, tavakkal beramiz pulni, do'stlar. Mana, lekin unchalik ishonmayman do'stlar. Nima deb o'ylaysizlar? Sizlar kommentda yozib qoldiringlar. Mana, bo'lmasam mayli, $20,000 oling. Rahmat. Ha, ishondi. Bo'ldi. Rahmat. Bo'ldi, ketdik do'stlar mana. Endi bizning uy bu. Beshini qulflab qo'ydi, ana bu yerda o'g'irlik qaranglar. O yo'q do'stlar. O'g'ri. O yo'q do'stlar, qo'rqyapman. Vashi. Ana bu yerda pistolet bilan ana ular kelyapti do'stlar. O'g'irlar. Nima qilamiz do'stlar? Bekor bu uyni sotib oldim o'zi. Eshitibsizlar? Qo'rqinchli ovoz yana. Mana bu yerda qanaqa qilibdir yopish kerak do'stlar. Do'stlar, mana sekretniy xod yopdim. Mana faqat biza o'tib bilamiz bu yerdan. Hozir qaranglar. Sekretniy so'z aytaman. Sim ochil. Do'stlar, mana ochildi. Sim ochil. Endi qaranglar, yopamiz hozir. Sim yopil. Do'stlar, mana yopildi. Sim yopildi deganimizda o'zimiz sekretniy so'zimiz. Do'stlar, eshitibsizlarmi? Yana o'sha qo'rqinchli ovoz. Ketdi-chi, pastga tushib ko'raylik. Hech kim yo'qmi? Kim bu? Hadicha, sanmisan? Kir. Mana kirding, Hadicha, yaxshi. Hozir biza tepaga chiqaylik. Biza mana yotib turamiz. Do'stlar, mana yotibmiz. Yetdik. Bo'ling. Meni ko'tar, bo'lmasam otaman. Pullarni chiqar. Pullar qayerda? Ayt. Hozir. Xo'p, mayli. Pul mana bu yerda. Sim ochil. Do'stlar, ochdim. Voy. Bo'ldi. Bizaga tegmaysanmi? Do'stlar, sim yopil. Do'stlar, yopdik. Ura. Endi do'stlar qochib. Qochib ketishimiz kerak do'stlar. Qoch, tezroq qochdik do'stlar. Do'stlar, ketdik, qochdik tezroq. Yo'q. Tezroq ketdik do'stlar. Voy, tezroq. Voy, bu yerda yo'l yopiq do'stlar. Nima qilamiz? Hozir keladi anu. O'g'ri. Voy do'stlar, qoch. Kim? Sen baribir mendan qochib keta olmaysan. Yo'q. Bu ham yopiq. Qochma, yo'q. Yo'q. Bu yoqdan sakraymiz. To'xta, men seni hali tutaman. Otma faqat bizani. Do'stlar, mana bu yerda skateboard bor ekan. Ketdik, o'tiramiz tezroq. Do'stlar, o'tirdik, tezroq ketdik. Tezroq. Hozir keladi. Metroga tezroq. Ketdik. Do'stlar, ketdik. Hop. Yugurdik. Do'stlar, qochdik. Ura, do'stlar, yaxshi. Va ketdik. Haqqa borishimiz. Tezroq o'tirdik, do'stlar. Yo'q. Do'stlar, nima bo'ldi? Yo'q. Do'stlar, mana kimdir bomba qo'yibdi. Portlab ketdi. Hamma yo'q. Qorong'i do'stlar. Endi qochdik tezroq. Yo'q. Kimsiz? Men agentman. Qimirlasang otaman. Voy, kechiring. Bo'ldi, uzr. Sen oldingi agent bossni uyini sotib olgansan o'sha uchun. O'sha uyni sotib olmas kerak do'stlar. Yo'q. Nima qilamiz endi? Qarani yerda nima bor ekan? Qochdik do'stlar. Yo'q, ketdik. Do'stlar. Voy, mana bu qaysi mashina? Amal mashinga o'tiraylik tezroq. Qochdik do'stlar. Ketdik. Tezroq, uzoqroq qochib ketish kerak do'stlar. Nima bo'ldi do'stlar? Do'stlar, biz qo'rqibmiz. Yo'q. Voy, yo'q. Kim bu? Kimsiz? Men agent bossman. Hozir otaman. Otma, iltimos. Necha pul so'rasangiz ham beraman. Menga pul kerak emas. Bitta ish qilib bersang bo'ldi. Qaysi ish? Ayting. Xullas, Brookhaven'ning katta bankini o'marish kerak. Xullas, tez mana bu kiyimlarni kiy, agentlarning kiyimini.
Bo'lmasa mayli. Endi biz agent bizami? Voy yo'q. Tezroq qimirla, bo'lmasam otaman. Mana keldik, tezroq yur. Qayoqqa keldik? Bu yer Brookhaven'ni katta Yo'q, banki. Ketdik. Unda do'stlar bu bizani qaytayotdi bilmayman. Yomon qo'rqinchli joyga ketyapti menimcha. Ha, Voy, yerga qayerqa yur, keldik chiq, do'stlar? tezroq. Voy yo'q. Hatto biza Mana bu yer keldik. Brookhaven'ni banki. Qayerqa borish kerak endi? Xo'p, bordik, chiqdik. Bankka keldik do'stlar. Endi bombani ol, tezroq portlat. Xo'p, oldim. Menda bomba bor, mana. Do'stlar. Voy yo'q, nima qildik do'stlar? Xo'p, olamiz. Ha, men ketdim, hayır. Yo'q do'stlar, endi bizani militsiya tutib oladi. Yo'q do'stlar, tutib olishdi. Mana afsuski. Endi nima qilaman do'stlar? Qaranglar. Sizlar agar men qamoqdan qochishimni xohlasanglar, ya'ni videoning ikkinchi qismini chiqishini xohlasanglar, kanalga obuna bo'lib va like bosib, kommentariyada ikkinchi qism deb yozib qo'yinglar. Va hay